Birinchi o'rinda o'ziga va Allohga ishonishni xohlayman. Ishonib harakat qilish kerak. Просто ishondim, Allohim ber degan bilan ham qadam qo'yish kerak, tavakkal qilishni bilish kerak. Masalan, mana qarangda, juda ko'pchilik o'ylashadi, bu kasbni tanlaganda yo puling bo'lishi kerak yoki investitsiya tikish kerak deb. Birinchi o'rinda niyatni, maqsadni aniq, chiroyli, tiniq qilish kerak. Chunki har bitta gapirayotgan gapimiz, so'zimiz farishtalarimiz omin deydi. Xuddi shunaqa meni maqsadim aniq bo'lgan. Bundan 8 yil oldin sog'lom turmush tarzi bo'yicha akademiya o'qishlariga kirganman, o'rganganman, malaka oshirganman. Chunki har bitta klient bilan ishlaganda hammasiga bir xil programmada ishlab bo'lmaydi. Ya'ni har bitta tana, har bitta insonni tanasi bu mukammal bir qimmat mashina. Unga qanaqa benzin yoqilg'i qo'yishingiz, qanaqa texnikada ishlashingiz bu yillar davomida malaka oshirishingizdan kelib chiqadi. Birdaniga men bu darajaga yetib qolmaganman.